Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Bugun 4 oktyabr. Sun'iy intellekt va uning ortidagi falsafa mavzusida suhbat qilishni rejalashtirgandik. Orada ma'lum bir subyektiv sabablarga ko'ra sodir bo'lmay qoldi. Bugun mana nasib qilgan ekan. Hop, suhbatni vaqtli boshlashga niyat qildim. Endi imkoniyatdan kelib chiqib, istaganlar qayta eshitib chiqishlari mumkin. Mavzu suhbat yozib olib qayta yuklab qo'ygan. Demak, mavzuyimiz bugungi kundagi eng muhim mavzulardan biri sun'iy intellekt haqida. Hop, sun'iy intellekt haqida juda ko'p texnik bilimlarni, ma'lumotlarni turli xil kanallardan, turli xil o'sha suhbatlarda kuzatish mumkin. Lekin uni ortidagi falsafa nimadan iborat, maqsadi nima, mohiyati nimadan iborat degan masala bo'yicha o'zbek tilida ham ma'lumotlar, kontent juda ham kam. Bu butun dunyo bo'yicha ham bu haqida suhbatlar, ya'ni yaxshi turkumli suhbatlar ancha kam. Hop, kelinglar mana shu bo'yicha suhbatni qilaylik, chunki bu kelajakda oqibatlari juda ham ayanchli bo'lishi mumkin bo'lgan ya'ni loyiha yoki texnologiya sifatida qarashimiz kerak bo'lgan. Hop, har qanday narsani boshlashdan oldin biz uni boshlang'ich o'sha nuqtasiga, o'zi qayerdan kelib chiqqanligiga e'tibor qaratamiz. Shunda uni kelajagini, davomiyligini ham tushunishga ancha yordam beradi. Hop, sun'iy intellekt masalasi ya'ni kecha paydo bo'lib qolgani yo'q, ya'ni 100 yil oldindan paydo bo'lgani, ya'niki bu uzoq tarixga ega bo'lgan narsa. Ya'ni insoniyat yaratilibdiki, o'shanda boshlangan jarayon, ya'ni ontologik ildizlari bor o'tmishda. Kelda o'shalar bir qator ko'rib chiqaylik, keyin bugungi zamondagi holatga kiramiz. Demak, qadimgi Yunon davrida, o'sha miloddan avvalgi 5-asrlarda, misol uchun o'sha har xil mistik nimalar, rivoyatlar, haligi nima xalq og'zida bo'lgan nimalar bo'lamiz-ku. Og'izda yuruvchi har xil rivoyatga o'xshagan narsalar ko'p bo'ladi. Misol uchun Talos kabi miflar, misol bronzadan yasalgan nima mistik haligi nima haykalga o'xshagan narsa yoki Pandora haligi sun'iy ayol nimasini yaratganligi. Bu o'sha davrning o'zida, ya'ni bilamizki, o'sha insonlar haligi insonga o'xshagan ruhi bor, harakatlanadigan, fikrlaydigan bir mavjudotni yaratishga bo'lgan intilishi o'sha paytlardan bo'lgan. Endi Aristotelning mantig'i bu jarayonga fundament sifatida qadam qo'ydi yoki tamal toshini qo'ydi deb tushunsak bo'ladi. Misol uchun uni formal mantiq tizim, ya'ni sillogizm, intellektual bir nima desam mumkin, urug' qo'ydi bu narsaga. Ya'ni mantiqiy fikrlash orqali nimaga, haqiqatga yetib borish. Bu keyinchalik mana bizni o'sha Al-Xorazmiy Vo'zda algoritm ko'rinishida o'zini dastlabki shu nimasini holatini shakllandi. Mana shuni Aristotel sillogizm, ya'ni mantiq orqali shakllanadi. Xo'p, misol uchun sillogizm bitta oddiy misol. Hamma odam bir kun kelib o'ladi, ya'ni o'lmaydigan odam yo'q. Suqrot ham inson, demak, Suqrot ham bir kun kelib o'ladi degan oddiy bir haligi mashhur aforizmasi bor, qoidasi bor. Shundan kelib chiqib, ya'ni mantiqiy bog'lash masalalari kelib chiqqan. Endi o'sha paytlardan haligi falsafiy nimasini qaraydigan bo'lsak, tagini ular moddadan bir narsa yaratishni, ya'ni bir tasavvurlar bor edi, shu intellektni yarata olish imkoni bor, ya'ni biz moddadan qo'limizdan keladi degan masala. Va bu ontologik bir nimani yaratish, ya'ni o'zgacha bir yangilikni yaratish g'oyasi, shakli bor edi o'sha paytlardan boshlab. Endi o'rta asrlarga kelib bu narsa yanada shakllandi. Xo'p, xususan bu islom olamida o'sha oltin davr deb hisoblanadigan davrga kelib, bu yanada nima rivojlanib, bu tamal toshini qo'ydi. Misol uchun Al-Jazari kabi musulmon olimlar suvda ishlaydigan haligi soatlarni mexanik avtomatlashgan o'sha texnologiya deylik, o'sha davr uchun yaratishni boshladi. Hop, bu injenerlik masalasi o'sha paytda chuqur bir savolni yuzaga chiqarardi. Sun'iy yaratilgan narsa ilohiy yaratilgan mavjudotga nima qila oladimi? Taqlid qila oladimi yoki u faqat imitatsiya qiladimi deydi.
Mana bir yerda savolni aniqroq beraylik. Ya'ni o'sha paytda musulmonlar o'rtasida savollar bordi, injenerlar orasida. Deylik biz mana shunaqangi soatni yaratdik, mexanik narsalar yaratdik, hisob-kitob qilish masalan. Mana shu masalalar rivojlanib borib, o'zini mukammal holatga kelsa, ilohiy yaratilgan mavjud, ya'ni inson kabi to'liq bir xil bo'la oladimi yoki u faqat imitatsiya, ya'ni taqlid qiladimi degan savollar aylanar edi o'sha paytda. Bu musulmon olimlar atrofida shakllangan narsa. Endi o'sha islom olamida tanazzul boshlangandan keyin shu Yevropada uyg'onish davri sekin boshladi. O'sha davrdagi nasroniy skolastika maktabi namoyandalaridan bo'lgan eng mashhuri Foma Kvinskiy nimani, mantiqni ilohiy bir ruhga bog'lashga harakat qildi. Ya'ni sun'iy yaratilgan avtomatik ishlaydigan harakatlanishi mumkin deydi. Lekin haqiqiy intellektni nima ega bo'la olmaydi. Ya'ni intellekt deganda haqiqiy mohiyatni tushuna olmaydigan narsa. Nima? Ya'ni haqiqiy mana bizdagi insondagi intellekt bu g'ayb olami, ya'ni metafizikaga bog'lansa, mexanik narsalar bu narsani tushuna olmaydi, ya'ni g'aybni tushuna olmaydi. Ular o'z bor holicha mexanik deb aytgan fikrlari bor Foma Kvinskiyning. Endi tana va ruh muammosi nima desamkin, insonda mukammal, ya'ni insonda aloqasi. Ya'ni insonni intellektini o'sha nimadan ajratib bo'la olmaydi, ya'ni g'ayb olamidan. Va bu sun'iy yaratiladigan intellektga nisbatan nimani, xavotirni yuzaga keltiradigan fikrlari mavjud edi. Endi zamonaviy o'sha biz mana modern davr deymiz, o'sha falsafaning kirib kelishida mexanizmlarning, ratsionalizmning rivojlanish jarayoni ko'rishadi. Bu 16-18-asrlarga borib taqaladi. Bu yerda birinchi figura, birinchi shaxs bu Rene Descartes 17-asrda yashab o'tgan. U nimani, hayvonlarni bir hayvon sifatida, ya'ni uni joni, ruhi, ya'ni biz tushunmaydigan tili, aqli borligini inkor etib, u nima, hayvonlarni mashinalar kabi o'sha avtomatik harakat qiluvchi bir mavjudot sifatida ko'rdi. Ya'ni hayvon sifatida ko'rgani yo'q. Va ularni ruhsiz bir narsa sifatida ko'rdi Rene Descartes. Insonlar esa hayvonlardan farqli o'laroq Rene Descartesning fikricha res cogitans deydi. Fikrlovchi substansiya sifatida ko'rdi. Bu Rene Descartes qadam qo'shdi, birinchi bo'lib fikriy modelni shakllantirib berdiki, insonlarni bir ilohiy mavjudot, ruhi, joni bor sifatida emas, balki mexanik bir fikrlovchi, ya'ni hayvonlardan farqli o'laroq fikrlash xususiyatiga ega bo'lgan mexanik jonzot sifatida ko'rishni boshladi. Endi ikkinchi shaxs bu hamma taniydigan Thomas Hobbes. Buni ham sun'iy intellektning rivojlanishidagi, ya'ni falsafiy ta'siri bor. Ya'ni u aytardiki, mantiq bu hisoblashdan boshqa hech narsa emas edi. Va bu esa bu fikrlashni, ya'ni biz ongimizda chiqaradigan chuqur fikrlarimizni shunchaki o'sha hisob-kitob qilsa bo'ladigan mantiqqa aylantirib aylanish jarayonida kuzatishimiz mumkin. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bizda o'y, fikrlar, xayollarni hisob-kitob qilsa bo'ladi mantiqiy tarafdan degan fikr. Bu bir tarafdan to'g'ri, bir tarafdan xato. Ya'ni biz haqiqatda, misol uchun, mana biror bir masalani yechadigan bo'lsak, fikrlab turib yechamiz, matematik masala yoki geometrik masala. Lekin undan ham chuqurroq fikrlar bor-da, ya'ni hayot haqida, mantiq haqida, dunyoni sevish haqida, dunyodagi hayot haqida. U Hobbes esa mana shu narsani, ya'ni mantiq orqali hamma narsani hisoblashsa bo'ladi degan masala fikrni yuzaga chiqardi. Endi keyingi faylasuf bu Leibniz. Bu universal kalkulyatorni xayol qilardi. Ya'ni tushunasizlarmi? Ya'ni o'sha paytda universal bir hisoblash mashinasi bo'lsinki, dunyodagi hamma narsani mantiq orqali hisob-kitob chiqsin, mexanizm bo'lsin. Va bu qaysidir ma'noda sun'iy intellekt haqidagi xayollarni o'sha dastlabki urug'larida kuzatishingiz mumkin. Ya'ni ko'ryapsizmi, o'sha paytlardan boshlab. Endi fransuz olim La Mettrie degan insondagi mashina asarida
va aytdiki, inson, hamma odamlar to'liq mexanik jonzot deb aytdi. Ya'ni bu teologik nimani fikrlarni, teologiya qarashni inkor etish bilan boshlandi. Ya'ni inson mexanik jonzot, u teologik bir narsa emasdi. Ya'ni bu asrda, bu erada, bu davrda falsafiy jarayonlar boshlandiki, ular insonlarni aqlini e, nima qilsam, mexanik qarashga, ya'ni bu yerda o'sha keyinchalik keladigan kompyuter hisoblash mashinalariga urug', ya'ni sepish, ya'ni fundamentini boshlab berish jarayoni edi. Ya'ni insonlar mexanik bir narsa sifatida ko'rishni. Endi industrial revolyutsiya vaqti, misol 18-19 asrlarda judayam katta texnologiyalar, bir katta jarayonlarni boshlanish davrida. Xo'p, endi birinchi o'sha Mark Shelleyning nimasida insonlarni qo'rquvini, ya'ni o'sha paytdan o'sha falsafiy qarashlar boshladi. Ya'ni bir kecha sun'iy intellekt, sun'iy yaratilgan texnologiyalar insonlarni o'ziga qarshi ishlashi mumkin degan fikrlardan sekin shakllanishni boshladi. Misol uchun Gegelni qaraydigan bo'lsak, haqiqiy ruh bu o'zini anglash bilan yuzaga kelishini aytdi. Ya'ni kalkulyator hisob-kitob qilish bilan yuzaga kelmaydi, deyapti. Ya'ni ruh haqida fikrlar edi. Ya'ni bular sun'iy intellektga qarshi, sun'iy intellekt demaylik, o'sha davr uchun avtomatik ishlaydigan narsalarga nisbatan qo'rquv yoki kritik munosabatlarni kuzatish mumkin. Ya'ni mashinalar hisob-kitob qilishi mumkin, lekin ular hech qachon inson bo'la olmaydigan fikrlarni yuzaga ko'rishimiz mumkin. Hop, endi Charles Babbage va Ada Lovelace kabi shaxslar bor. Ular texnik pionerlar, ya'ni bular bu jarayon texnik o'sha yangi birinchi boshlangan o'sha pionerlar edi. Ular bu yerda falsafiy cheklovlarni ko'rdilar. Misol uchun, ularning fikri bo'yicha mashinalar bizning buyruqlarimizni bajarishi mumkin. Ya'ni biz bergan buyruqlar, lekin ular o'zlari o'z holicha generatsiya qila olmaydi g'oyalarni degan falsafiy bir fikrlarni aytib o'tishgan. Ya'ni bu jarayonlarda kuzatishimiz mumkinki, bu yerdagi debat mashinalar bir kun kelib insonlardan o'zib ketishi, oldinga o'tib ketishi intellektual darajada bo'lishi mumkin va ontologik qarama-qarshilik, challenge-ni kelishi mumkin. Ya'ni mashinalar insonlarga qarshi kurashishi mumkinmi kelajakda degan fikrlar bor. Endi 20-asrda ko'rib chiqaylik. Bu yerda mantiq, aql va mashinalar 1900-yillardan boshlab 1945-yillarda. Xo'p, mantiqni rivojlanishi, Frege, Russell va Whitehead kabi insonlar mantiqni o'sha formalizatsiya qilishni boshladi, ya'ni akademik jarayonlarga qo'shishni. Xo'p, u Hilbert kabi odamlar to'liq bir mantiqni tasavvur qildi, ya'ni hamma jarayonda. Endi urush davrida 1936-yilda Alan Turing o'zini o'sha Turing mashinasini ixtiro qildi. Ya'ni falsafiy jihatdan bu nima desam mumkin, o'sha raqamlar bilan fikrlovchi bir mexanik bir tizimiy boshlanish nuqtasi sifatida kuzatishimiz kerak. Mana shu Alan Turingda, keyinchalik bilasizlar, o'sha nemislar, natsistlarning Enigma shu maxfiy yozishuv apparatini kodini ochgan shaxs hisoblanadi. O'sha maxsus shifrlangan kodni. Endi fenomenologiya bo'yicha Husserl va Heideggerning fikrlari. Ular ikkalasi ham o'sha nemis filosoflari nimani, aqlni, ongni formal bir haligi nima desam mumkin, bir tizimga aylantirishni, hisob-kitob qilishga aylantirishga qarshi chiqishdi. Ya'ni ogohlantirishdi. Heidegger bu texnologiyalarni Gestel deb ko'rdi. Ya'ni Gestel o'zbekchaga tarjimani qayta shakllantirish, ya'ni inson ongini qayta shakllantirish. Ya'ni bu yerda dunyo resurslarga aylanish vositasi sifatida qarashga texnologiyalar bizni majbur qilmoqda degan fikrni boshladi. Misol uchun, ya'ni o'sha davrni
boshidayoq o'sha sun'iy intellekt haqida debatlar boshlangan. Ya'ni Haydeggerning Gestel konsepsiyasini chuqurroq ko'radigan bo'lsak, u yerda texnologiyalar bizni dunyoni tushunishimizda o'zgartirib yubormoqda. Misol uchun, 5000 yil oldin yashagan inson bilan farazani hozirdagi dunyoda yashovchi insonni bitta lokatsiyaga, misol uchun tog' bag'riga olib borsangiz, u ikkalasi ikki xil manzarani ko'radi. Ya'ni o'tmishdagi 5000 yil oldin yashagan inson u manzaradan rohatlanadi, chiroylikni ko'radi, tabiatni go'zalligini ko'radi. Lekin hozirgi zamonaviy inson esa u yerga borsa, tabiatni tabiat sifatida emas, ekologiya sifatida ko'radi. Ya'ni ekologiyani ta'rifi inson tomonidan yaratilgan tabiat. Asl tabiat o'lgan, inson tomonidan yaratilgan narsa bu nima? Ekologiya sifatida. Burada ekologiya nima? Tabiat resurs sifatida ko'radi. Daraxtlarni, daryolarni, toshlarni, tog'larni hammasini, daryoni to'sib energiya olish, yoki daraxtni kesib yana bir resurs sifatida foydalanish va hokazo. Haydegger mana shuni tushuntirishga harakat. Ya'ni biz tabiatni, dunyoni asl mohiyatidan uzilib qoldik. Bunga uzilishimizga sabab texnologiyalar edi degan masala yuzaga chiqaradi. Ya'ni bu yerdagi asosiy masala nima ediki, biz haqiqatda borliqda yashashimizdan maqsad nima o'zi? Nima uchun yashayapmiz degan masala. Ya'ni shu texnologiyalar bizni shu narsani tushunishimizni to'sib qo'yadi degan masala. Yuzaga kelar edi. Endi sun'iy intellektni o'sha dunyoga kelishi, ya'ni yaratilishi dastlabki bosqichi 1945-yildan 1970-yillargacha. O'sha Dartmouth konferensiyasida 56-yilda sun'iy intellekt birinchi bor o'sha bir alohida bir fanmi, yo'nalishmi, bir jarayon sifatida boshlandi. Ya'ni u yerda juda ham katta optimizm bor edi. Ya'ni inson darajasi sun'iy intellekt keyingi 10 yilliklarda erishishi mumkin bo'lgan masala sifatida yuzaga chiqardi. Ya'ni misol uchun Norbert Wiener degan shaxslar kibernetikani ustozlardan, misol uchun insonlarni va mashinalarni o'sha bir nima desamkin, mana feedback deymiz-ku biz, mijozlardan olinadigan fikrlar, mulohazalar, ana shularni sikl ichiga qo'yishdan boshladi. Ya'ni birinchi bo'lib o'sha post-humanistik falsafani boshlab berish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni sun'iy intellekt o'sha insonlarni qoldirgan izohlari, fikrlari orqali o'zi mustaqil ravishda o'rganadi va insondan o'zib ketadi degan, yoki inson va sun'iy intellektni birlashtirish orqali post insonni yaratish, ya'ni insondan keyingi insonni, ya'ni insondagi mavjud cheklovlar, limitlardan o'zib ketib, yangi bir super inson yaratish g'oyasini fikrini kuzatish mumkin. Bu yerda misol uchun Nietzschening shu Übermensch g'oyasi ham bunga qaysidir ma'noda falsafiy turtki bergan deb aytilgan bo'ladi. Ya'ni oliy odam g'oyasi. Ya'ni aslida Nietzsche boshqa narsani xohlagan, lekin bu o'sha texnologiyalarni yoki sun'iy intellekt vakillari, ya'ni shu yaratish g'oyalari tarafdorlari mana shunday bir oliy inson, ya'ni inson va sun'iy intellekt chatishmasi orqali, misol uchun, uxlamaydigan, charchamaydigan, adashmaydigan, tez fikrlaydigan, chuqur fikrlaydigan, katta ma'lumotlar tez o'zlashtiradigan bir inson sifatida ko'rishni boshladi. Xo'p, endi Gilbert Ryle va Wittgenstein kabi shaxslar o'sha insondagi ruh insondagi ruh va mexanik texnologiyaga, intellektdagi ruh masalasi haqida debatlar qilishni boshlashdi shu paytda. Xo'p, endi biz nimani ko'rib chiqaylik? Bu keyingi nuqtaga kirishdan oldin utilitarizmni ta'sirini ko'rib chiqaylik. Xo'p, utilitarizm g'oyasini biz ko'p suhbatlashganmiz, uni suhbatlarimiz oldida eshitib yurganlar bo'ladi, bilmaganlar uchun yana bir qator eslab o'tay. Xo'p, utilitarizm bu Bentham va Mill degan faylasuflar tomonidan asos solgan g'oya hisoblanadi, falsafiy g'oya. Bu yerda eng ko'p insonlarga yoki eng ko'p raqamdagi, eng ko'p nisbatdagi insonlarga eng katta baxtni taqdim qilish g'oyasi hisoblanadi. Ya'ni misol uchun deylik,
mana 38 million aholi bor bizda. O'sha 38 million aholini maksimal eng ko'p miqdoriga biz nimani komfortni, baxtni, rohatni yaratib berishimiz va nimaiki shu baxtni o'sha insonga komfortni ko'paytirib bersa, o'sha axloqiydir, o'sha adolatdandir degan g'oya. Ya'ni siz inson uchun biror narsa unga rohat bersa, unga azobni yengillashtirsa, unga o'sha farog'at ichida nima desam insonga yengillik bersa, o'sha axloqiydir degan masalani yuzaga chiqardi. Bu oddiy g'oya emas, ya'ni tashqi ko'rinishdan qarasangiz oddiy bir narsa ko'rish mumkin, lekin tagida juda katta masalalar bor. Misol uchun bu narsani nimaga aytyapman? Ya'ni sun'iy intellekt algoritmlaridan qarasangiz, u yerdagi algoritmlarning deyarli hammasi optimizatsiya uchun, ya'ni effektivlikni, samaradorlikni maksimallashtirish va zararni va o'sha yo'qotishlarni minimumlashtirish jarayoni bor. Mana shu narsa bu utilitarizm g'oyasiga asoslangan. Nima uchun? Chunki sun'iy intellektni yaratayotgan kompaniyaning asoschilari deyarli hammasi utilitarizm asosida fikrlaydi. Ya'ni ular uchun maksimallashtirish kerak hamma narsani, foydani ko'paytirish kerak. Sifatni, darajani nimaga olib chiqish kerak, eng ideal formaga va zararlarni kamaytirish kerak. Sun'iy intellekt algoritmlar hammasidan qarasangiz shunaqa, ya'ni misol Google kartaga yoki Yandex xaritalaridan foydalansangiz, lokatsiya bo'yicha sizga eng tez, eng qulay, eng haligi o'sha yo'ldagi tirbandlik, probka yo'q bo'lgan yo'lda ko'rsatib berishga sizga beradi, olib chiqib beradi. Mana shu narsa sizga nima oshirib beryapti, sizga eng yaxshi nimani yo'lni taklif qiladi. Mana shu eng yaxshi, eng optimal, eng zo'r yechimlarning asosida utilitarizm falsafasi yotadi. Ya'ni bu yerdagi masala shunday ediki, bu texnologiyani yaratuvchi kompaniyalar utilitarizmdagi etikani matematik modelga aylantirdi. Ya'ni bu falsafani algoritmlarga aylantirishdi va bu etik ko'rinishda emas, balki sanasa bo'ladigan masalaga aylantirish. Va bu mana misol to'g'ridan to'g'ri misol uchun insonni bir inson sifatida emas, balki raqam sifatida ko'rish jarayoni boshlanganini kuzatishingiz mumkin. Shuning uchun deyarli barcha sun'iy intellekt qarorlaridan qaraydigan bo'lsangiz, misol uchun o'zini o'zi boshqaruvchi avtomobillardan boshlab va hokazolardan boshlab, ular ya'ni eng yaxshi yechimlarni hisob-kitob qilib, eng optimal yechimlarni berishga harakat qiladi. Hop, endi bu chiroyli ko'rinishi mumkin. Ya'ni buni yaxshi taraflarini ko'raylik, chunki buni negativ taraflari ham bor. Hop, misol uchun yaxshi taraflari nimalardan iborat? Ya'ni sun'iy intellektni utilitarizm asosida quradigan bo'lsak. Hop, bu sun'iy intellektni juda ko'p millionlab o'sha keyslarda, holatlarda osongina hisob-kitob qilishga olib keladi. Ya'ni bizda deylik mana 5 million masala bor, 5 millionta odamni keysi bor. O'sha narsani biz inson sifatida qancha vaqt ketadi hisob-kitob qilishimiz uchun? Juda ham ko'p vaqt, kuch, inson resursi ketadi. Lekin o'shani sun'iy intellektga bersak, bu narsani misol u 5 millionlab, 10 millionlab fayllarni, datalarni tez ya'ni insondan deylik 10 ming martalab tez hisob-kitob qilib, bizga eng aniq, eng yaxshi optimal yechimni bera olishi mumkin. Misol uchun o'sha pandemiya davrlarida hisob-kitob qilingan masalalar chiqarilgan sun'iy intellektlar, ya'ni kimdadir Covid bormi, yo'qmi degan masala. Shunday bir mana Mohir devni o'zida ham mana bizda bor sun'iy intellekt. Shunday bir dasturlarda nima qilishganki, o'sha nimada binoga kirishda, chiqishda nima desamki, distansiyani hisoblash, kimdadir Covid bormi yo'qligini hisoblash kabi dasturlar ishlab chiqilgan. Va bu narsa mana shu jarayonlarga yordam beradi. Endi ikkinchi masala utilitarizm g'oyasi asosida shakllangan sun'iy intellekt bu tarafkashlik qilmaydi, ya'ni individlarga nisbatan. Misol uchun oila, deylik, bir statusdagi insonlarni, sinf va millat. U ko'pincha o'sha nima desamki, neytral, o'rta bir munosabatda shakllantiradi. Misol uchun, tirbandlikda turgan bo'lsangiz, o'sha mana shu probkani masalasini hal qiluvchi sun'iy intellekt yaratilgan bo'lsa, misol uchun, u to'liq bir total bir nima desamki, avtohalokatlarni oldini olishga harakat qiladi. U VIP
VIP haligi yuqori mansabdagi shaxslarga, katta oligarxlarga, boylarga favoritlik qilmaydi. Tushunasizmi? Tarafkashlik qilmaydi. U nimani hammani teng ko'radi. Misol uchun, yo'lda turgan kameralar bor, mana sun'iy intellektning bitta ko'rinishi. Ya'ni u rasmga oladi, tashlaydi. U boymisiz, kambag'almisiz, bir korxona direktorimisiz va hokazo, unga farqi yo'q. Chunki u shunday bir dasturlangan. U to'liq holda o'sha suratga oladi va jo'natadi tizimga. Va mana shunday, ya'ni eng sodda ko'rinishi. Endi uchinchi buni foydasi, qiyin tanlovlar oldiga kelganda, dilemmalar oldiga turganda tez qaror qabul qiladi. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana inson dilemma oldiga kelganda buni qilaymi deb ikkilanib turadi. Ko'p, ya'ni nimalar bor, ma'lumotlar. Lekin mana shu jarayonda sun'iy intellektni ishlatadigan bo'lsak, bu tezda hisob-kitob qilib eng yaxshi yechimni topadi. Misol uchun, o'zini o'zi boshqaruvchi o'sha avtomashinalar bo'ladigan bo'lsa, bu eng kam xatolikdagi, eng kam haligi bir benzin sarflaydigan, eng kam yoki o'sha zarar yetkazadigan yo'llarni tanlaydi. Misol uchun, bu jarayonda inson nima qilishi mumkin? Ya'ni ikkilanib qolishi, o'ylab qolishi mumkin, lekin sun'iy intellekt shu o'ziga yaratilgan dasturlar orqali tezda hisob-kitob qilib eng yaxshi yechimni topadi. To'rtinchi eng zo'r, ya'ni eng yaxshi tarafi global optimizatsiyani. Agar biz buni planetar darajada qiladigan bo'lsak, misol uchun iqlim o'zgarishini o'rganish modellari, energiyani taqsimlash masalalari, mana shu jarayonlarda insonlar, ya'ni global bir nima emaski, ya'ni nima qiladigan, hisob-kitob qilishga bizni imkoniyatimiz cheklangan. Lekin mana shu sun'iy intellektlar haddan tashqari terabaytlar ma'lumotlarni tahlil qilib, o'rganib chiqib, bir ratsional fikrlashga olib keladi. Endi mana bu chiroyli taraflari. E'tibor bersangiz, o'sha sun'iy intellektni haqida o'sha ko'rsatuvlar, suhbatlar qiladiganlar ko'pincha mana shular orqali mana shu taraflarni ko'rsatishga harakat qiladi. Endi nima uchun bu hozirgi suhbatimizning ikkinchi qismi. Nima uchun sun'iy intellektni utilitar falsafa ustiga qursak, juda ham xavfli oqibatlarga olib keladi. Mana shu narsalar ko'p tushadi. Birinchi sababi insonni vijdoni, insoniylikni raqamlarga aylantirib qo'yish jarayoni. Birinchi, ya'ni tushirishi, reduksiya qilishi. Ya'ni insonni qadrini, insonni nimaga raqamlar darajasiga tushirib qo'yadi. Ya'ni inson bu raqamlasa, hisob-kitob qilsa bo'ladigan bir narsaga aylanib qoladi. Ya'ni bu yerda shunday bir masala borki, o'sha eng ko'p baxtni insonlarga yetkazib berishni algoritmga o'rgatilgan sun'iy intellekt kichik qatlamlarni qurbon qilish evaziga ko'pchilikka manfaat olib keladigan qarorlarni qabul qilishi mumkin. Tushunasizlarmi? Ya'ni mana deylik, mana farazan bir davlatda 100 million aholi bor. O'shani 500 mingga, misol uchun, asosiy status quoga, siyosatga yoki ma'lum bir siyosiy qarorlarga qarshi. Lekin mana sun'iy intellekt nima deb o'ylaydi? Mana shu 99 million aholining baxti uchun, farovonligi uchun biz mana shu ozgina qatlamni qurbon qila olishimiz mumkin. Va bu o'sha genotsidlarda, urushlarda, ya'ni asos bo'ladigan masala. Misol uchun, sun'iy intellekt tomonidan nazorat qiladigan texnologiyalar haddan tashqari hamma narsani o'sha nimaga nazoratga olish evaziga, ya'ni bu jarayonda o'sha jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida jamiyatdagi o'sha insonlarning har bitta harakatlarini nazorat qilish, ularni ya'ni erkinligini cheklash masalan. Misol uchun biz Sharqiy Turkistonga, Uyg'uristonga borsak, shunaqa darajada nazorat qiladiki, u yerda sun'iy intellekt yoki texnologiyalar insonni u insoniyligi, qadr-qiymati, sha'nini emas, bu raqamlar sifatida ko'radi. Ya'ni data sifatida ko'radi, ma'lumot sifatida. Va mana shu narsa eng katta zarari shu, sun'iy intellekt. Endi ikkinchi masala bu ko'pchilikning zulmi, ozchilikka nisbatan. Ya'ni eng katta baxtni, eng ko'pchilik raqibdagi insonlarga, nisbatdagi insonlarga yetkazish va axloqdandir degan g'oya ko'pchilikni manfaati uchun ozchilikni qilmasini ko'pincha
nimadan chiqaradi, hisobdan chiqaradi. Va bu mana ko'ryapmiz, G'azoda yoki Uyg'uristonda, Myanmada, yana ko'plab joylarda buni holatini ko'rishimiz mumkin. Endi uchinchi masala bor bu yerda. Baxtni o'lchasa bo'ladimi? Mana sizlarga falsafiy. Baxtni hisob-kitob qilib kalkulyatorda o'lchasa bo'ladi. Men bugun 50 ta baxtliman, ertaga bugun 35 ta baxtli bo'libman deb 100 shkalada o'lcha olmaysiz-ku buni. Ya farovonlikni. Chunki bu narsalar inson biz uni ko'rmasdan turib his qilamiz. Hissiyotimiz bor, ichki sezishimiz bor, lekin sun'iy intellekt buni hisoblay olmaydi. Qanaqa hisoblaydi? Va u buni nimalar orqali hisoblaydi? Kliklar orqali, layklar orqali, fikrlar orqali, kommentlar orqali, u nimaga o'sha kontentga, o'sha jarayonga aralashuv orqali, aralashuv orqali, fikrlar orqali harakat qilish. Lekin bu haqiqiy bir insondagi nima desam, haqiqiy o'sha metriklarni tushuna olmaydi, tushunasizlarmi? Ya'ni faraz qiling, 38 million aholini fikrini o'sha YouTube'dagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi kommentlar orqali holatni bilish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Mumkin emas, chunki u yerdagi nimani quruq, nima desamki, bu yerda insondagi ichki bir mohiyat mavjud emasda, tushunasiz, uni aniqlab bo'lmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlar sun'iy intellekt nimani ko'p maksimallashtirishga harakat qiladi, o'sha aralashuvni. Va bu ko'pincha nimaga o'sha sun'iy intellektga qullikni, qutublashishni va unaqani olib keladi. Tarafkashlikni, nafratni olib keladi. Va mana shunday taraflari bor. Endi to'rtinchi nimasi, eng zararli tomoni bu moral bir axloqiy chuqurlikni, axloqiy asosni mavjud emasligi. Sun'iy intellekt hech qachon bizni maqsadlarimizni aniqlay olmaydi yoki axloqimizni, adolatni tushunishimizni. Bu esa bu jarayonlar esa ko'pincha axloqni raqamlarga aylantirishga olib keladi. Misol uchun sun'iy intellekt agar misol uchun bir harakatni, mehnatni katta bir GDPga yalpi ichki mahsulotni ko'paytirishga harakat qiladigan bo'lsa, o'sha zararli ishlarni ham yaxshi deb xulosa chiqarishi mumkin. Deylik, misol uchun biror bir davlatni yalpi ichki mahsulotni oshirish uchun bitta kasb bor, bitta ish bor, lekin u ish insonlar tanasiga zarar. Sun'iy intellekt esa buni umumiy farovonlik uchun kerakli, foydali deb qaror qabul qiladigan bo'lsa, u o'sha narsani hisobga olmasdan turib, ya'ni insonga nisbatan, tabiatga nisbatan zararni ko'rmasdan faqat iqtisodiy tarafdan o'ylab, ya'ni yaxshi bir javob qaytarish mumkin. Endi keyingi narsa noto'g'ri hisob-kitob qilish, ya'ni inson hayotini. Mana misol uchun o'zini o'zi boshqaruvchi mashina kelyapti va u yo'lida ikkita nimani ko'rdi. Bir tarafda bir kishi turibdi, ikkinchi tarafda esa katta bir jamoa turibdi. Sun'iy intellekt o'sha bir kishini qurbon qilish evaziga o'sha avtomobilni nimasi programmasi ko'pchilikning hayotini asrab qolish g'oyasida fikrlaydida, ya'ni algoritm hisob-kitob qiladida, o'sha bir kishini urib yuborib qolgan jamoani qutqarishni. Mana shu masalalar bor, ya'ni biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi bu yerda falsafiy tanqidlarni bir chuqurroq ko'rib chiqaylik. Ya'ni insonlar Kant fikri bo'yicha ular inson mohiyatan u o'lchov va nimasi, ya'ni markaziy masaladir deydi. Ya'ni ular insonni borlig'ini eng oliy nimaga qo'yadi. U raqamlarga ham qo'ymaydi. Ya'ni utilitar g'oya asosida shakllangan sun'iy intellekt esa buni to'laqonli inkor etib, bir marginal guruhlarni qurbon qilish evaziga boshqalarni asrab qolishni nima qiladi? Tarafdori hisoblanadi. Ya'ni insonni uni dinidan, irqidan, millatidan qat'iy nazar uni inson sifatida emas, balki ko'pchilikka manfaati tegadimi, demak ularni qurbon qilish mumkin degan fikrga olib keladi. Xo'p, endi Baudrillardning fikrini ba'zi bir
qisqagina aytaman, keyin davomida to'liqroq o'tamiz. Sun'iy intellekt, ya'ni utilitar g'oya falsafa asosida yaratilgan sun'iy intellekt bu axloqni simulyatsiya qilishni boshlaydi. Ya'ni hamma narsani optimallashtirish yo'liga tushgan holatda, misol uchun layklar, turli xil uchun umuman biz texnologiyaga bo'lgan yondashuvimizdan kelib chiqib, u nimani axloqni simulyatsiya qilishni boshlaydi. Ya'ni haqiqiy ma'no yo'qolib, uni o'rniga insonlar simulyatsiyaga ergashishni boshlaydi. Misol uchun buni siyosiy debatlarda, saylovoldi kampaniyalar kuzatish mumkin. Ya'ni o'sha o'sha nomzodning hech qanaqangi axloqi bo'lmasligi mumkin, lekin u xarizmatik shaxs bo'lgani uchun chiqib, ijtimoiy tarmoqlarda zo'r haligi chiroyli xarizmatik nutq qilib berganligi uchun odamlar unga nima postlar yozadi va hokazolar. Bu o'sha sun'iy intellekt esa buni optimizatsiya qilib turib, demak, nima desam ekan, simulyatsiya yaratib beradi. Bu tushunarli bo'lsa kerak deb o'ylayman sizlarga, ya'ni asl mohiyat orqada qolib, axloqni o'sha real hayotda mavjud bo'lmagan holatda simulyatsiya qilib beradi. Endi qayerlarda yaxshi ishlaydi, qayerlarda yomon ishlaydi. Utilitar g'oya asosida. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, resurslarni taqsimlashda, logistikada, shu tabiatdagi mavjud resurslardan to'g'ri foydalanishda, ya'ni favqulodda holat sodir bo'lganda tezkor ishlaydi sun'iy intellekt. Lekin inson huquqlarida, adolat masalalarida, moral axloqiy dilemmalarda, ekzistensial risklarda sun'iy intellekt juda ham xavfli hisoblanadi. Mana shu taraflarni bugungi o'sha nimamizdagi suhbatimizning markaziy qismlaridan biri. Ya'ni utilitarizm asosida shakllangan sun'iy intellekt bu etikani bir hisob-kitob qilsa bo'ladigan narsaga aylantirib qo'yadi. Bu katta massiv shkaladagi qarorlarni nima desam mumkin, ana qilishi mumkin, hisob-kitob qilishi mumkin, lekin bu effektivligini oshiradi, boshini oshiradi, lekin bu inson qadr-qiymatini tushunishda juda ham noto'g'ri xulosalarga olib keladi. U ostlik qatlam huquqlarini himoya qilishda va chuqur moral qiymatlarni hisob-kitob qila olmaydi sun'iy intellekt. Va bu oxir-oqibat zulmga, Isroil misolida adolatsizlikka va boshqaga olib borishi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt qanday qilib mana shunday genotidlarda qo'llanayotganligida real misolni ko'rib chiqaylik, ya'ni hozirgi ko'rinishdan. Nima uchun sun'iy intellekt harbiy sohada agar utilitarizm g'oyasi asosida ishlatiladigan bo'lsa, genotsidga olib keladi. Urushni doim maqsadlarini ko'radigan bo'lsak, yo'qotishlarni minimallashtirish va foydani maksimallashtirish ma'nosida ko'riladi. Ya'ni soldatlar soni o'lishini kamaytirish va g'alabani maksimallashtirish deyiladi. Bu utilitar kalkulyatsiya hisoblanadi. Sun'iy intellekt bunga ideal bir ravishda moslashadi. Algoritmlar buni ehtimoliy jarayonlarni hisob-kitob qiladi, voqea hodisalarni qaraydi va eng optimal harakatga boshlaydi. Va bu falsafa tili bilan aytganda sovuq, o'sha etikani sovuq hisob-kitob qilish kalkulyatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni inson hayoti raqam bilan o'lchanadigan holatga aylanib qoladi. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Sun'iy intellekt uchun inson qadri degan narsa yo'q, u raqamlar iborat xolos. Endi eng haligi oddiy bizni hayotimizga misollar ko'rib chiqaylik. Iroqda, Afg'onistonda, Yamanda, Pokistonda qanaqa qilib ishladi sun'iy intellekt? Sun'iy intellekt orqali dasturlangan o'sha orqasida turadigan tizimlar o'sha yuzni tanib olish, datalarni analiz qilish orqali katta haligi statusdagi shaxslarni aniqlashtirishga olib keldi. Misol uchun mana Iroqda o'sha nimani Eron generalini o'ldirish jarayoni. Nima edi oti? Hozir yodimdan chiqdi. O'sha Donald Trampning buyrug'i bilan 2017-yildamiki nima qilgan. Xullas, o'sha jarayonda bitta xavfli shaxsni, misol uchun xavfli deb topilgan qaysidir bir jamoat tomonidan, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan o'sha nimani Eronni generali Qosim Sulaymoniyni, ya'ni yodimga tushdi. Qosim Sulaymoniyni xavfli deb topilishi evaziga va unga hujum qilish bu kelajakda kattaroq xavflarni oldini olishi mumkin degan qarorga kelinadi-da va o'shanga nima hujum qilinadi va natijada uni atrofida turgan shaxslar deylik, necha kishi bo'lsa ham,
ularni ham o'limiga sabab bo'ladi. Mana shu tarafi tushunasizlarmi? Ya'ni xavfli tarafi shunda. Ya'ni bitta xavfli shaxsning evaziga ya'ni hayotini ya'ni ko'pchilikni manfaatini o'ylagan holatda atrofdagi shaxslarni ham nima qilishi. Misol uchun o'sha Iroqda bo'lgan jarayonlarda kuzatadigan bo'lsak, sun'iy intellektda nima qilgan dasturlar, shu dronlar bitta bir kishini xavf sifatida ko'radi. Misol uchun o'sha mana ko'p ko'rganmiz hali nimalarda, bu hujjatlashtirgan masalan. O'sha to'ylarda, dafn marosimlarida va hokazolarda, misol deylik, o'sha nimani ichida bitta xavfli shaxs bo'lsa, o'shani qurbon qilish evaziga butun o'sha jarayondagi, o'sha qishloqdagi, o'sha maydondagi hammani to'liq total o'limiga sabab bo'ladi. Bolalar, yoshlar, ayollar va hokazolar. Ya'ni tushunasizlarmi? Ya'ni masala qayerda ekanini. Bu yerdagi falsafiy muammo shundaki, ozchilik qatlamni huquqlari ko'pchilikka foyda olib keladi, ko'pchilikni manfaatiga xizmat qiladi degan bahona bilan, vaj bilan nima qurbon qilishini olib keladi. Endi yana bir yaqqol misolni ko'raylik. Isroilni G'azodagi qilayotgan ishlar. Mana Gospel degan sun'iy intellekt dasturi bor. IDF tomonidan, o'sha Isroilda Mudofaa vazirligi tomonidan ishlatilgan narsa, sun'iy intellekt. Hop, bu utilitar g'oya asosida shakllangan. Bu minglagan nimalarni, nishonlarni tezda aniqlab beradi, ya'ni generatsiya qilib beradi. Mantiq bo'yicha mana shu nishonlarni portlatish, ularga nisbatan ustiga bomba tashlash kelajakdagi Isroilning o'sha xavfsizligini ta'minlaydi degan qaror keladida, hujum qilishga ruxsat beradi. Ya'ni minglagan o'sha nimalarni, nishonlarni ko'rsatib beradi. Bu nishonlarni kim aniq qilib bergan? Belgilab chiqqan. Ya'ni algoritm asoschilari. Ya'ni o'sha binolarda Hamas vakillari bor, demak uni Hamas vakilligi kelajakda Isroilga hujum qilishi mumkin va uni o'sha preemptiv zarba berib turib yo'q qilish kelajakda Isroil uchun manfaat, foyda olib keladi, xavfsizlik ta'minlangan masalada. Lekin bu reallikda qanday bo'ldi? O'sha vaj bilan qilingan narsa to'liq total G'azodagi o'sha minglagan 70 mingga yaqin aholini o'limiga sabab bo'ldi. Ya'ni qarayapsizlarmi nimadan iboratligini? Ya'ni algoritmlar insonlarni raqamlarga nima qilishdi. Ya'ni insonlar raqamlar bilan hisob-kitob qiladigan narsaga chiqadi. Ya'ni ko'pchilikni himoya qilish evaziga, ya'ni Isroildagi shuncha aholini himoya qilish, xavfsizlikni himoya qilish evaziga minglagan g'azoliklarning o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shu yoki Xitoydagi Uyg'uristondagi masala, yuqorida aytib o'tgan, ya'ni yuzni tanib olish, o'sha emotsiyani bashorat qilish, aqlli o'sha lagerlar masalasida. Misol uchun Xitoy hukumatini qaraydigan bo'lsangiz, o'sha terrorizmni oldini olish uchun biz nazorat qilyapmiz, jamiyatda ya'ni garmoniyani, xavfsizlikni ta'minlash uchun nazorat qilyapmiz degan vaj bilan qiladi. Ko'pincha Xitoy jamiyatini. Va bu nimaga olib keldi? Ko'pchilik Xitoylar manfaatini himoya qilish evaziga o'sha Uyg'uristondagi aholining barcha qatlamini, barcha shaxslarni total nazorat qilishga olib keldi. Va bu yerda nima bo'ldi? Millionlagan uyg'uristonlik insonlar deyapman. Ko'rasizlarmi? Ya'ni majburiy mehnatga, qayta o'qitishga, o'sha millatini, dinini yo'qotishga olib keladigan o'sha konsentratsion lagerlariga olib kelganligini kuzatamiz. Ya'ni bu o'sha falsafani nimaga ko'chganligini, sun'iy intellektda hayotga ko'chganligini kuzatishimiz mumkin. Va bu nimaga olib keladi? Utilitar g'oya asosida ishlab chiqarilgan sun'iy intellekt sistematik, ya'ni tizimli genotsidga olib keladi. Ya'ni ozchilik qatlamini. O'sha ozchilik qatlamini kim belgilab beradi? Sun'iy intellekt asoschilari. Ozchilik qatlamlar kim? Bu musulmonlar. Bu Myanmadagi musulmonlar, G'azodagi musulmonlar, Hindistondagi musulmonlar, yana bilmadim, dunyoning ko'p yerlarida ozchilik sifatida qabul qilinadi. Ya'ni bular xavf sifatida ko'rsatiladi va o'sha sun'iy intellektda dasturlangan dronlar deysizmi, qurollarni, ularni xavf sifatida ko'radi va ularni yo'q qilishga buyruq chiqarishi mumkin. Xo'p. Endi mana shu narsalar bizga sun'iy intellektni nimalardagi holatini ko'rib chiqadi. Endi biz nimani yuqorida aytganimizni ko'rib chiqaylik. Simulakr va simulyatsiya masalasi. Sun'iy intellektlar bizga
dunyoni tushunishda, ya'ni borliqni asl mohiyatini tushunishda simulyatsiya qilib beryapti. Ya'ni yolg'on bir asosidan ajralgan o'zini mustaqil virtual olamni yaratishga harakat qilmoqda. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi masala, misol uchun, insonlar ijtimoiy tarmoqda qarasangiz, ya'ni baxtsiz inson yo'qdek ko'rinadi. Ya'ni hamma baxtli, hamma chiroyli, hamma haligi chiroyli joylarchasini uchratgan, sayohatlar. Lekin real agar holatini ozgina tahlil qiladigan bo'lsangiz, o'sha inson hayotda umuman baxtsiz bo'lishi mumkin. Tushunasizlarmi, ya'ni nimadan iboratligi? Keyingi masala, sun'iy intellekt dasturlari bizni ya'ni yolg'on, o'sha deep fake'lar, chuqur yolg'onlar bilan, o'sha manipulyatsiyalar orqali bir kishini aytmagan gapini yaratish orqali ishlatilishi mumkin. Misol uchun, sizni qo'l izingiz, o'sha yuzingizdagi ma'lumotlarni yuzini olish dasturlari bor. Sizni ton, gapirish toningiz va hokazo hammasini ma'lumotlar yig'adi, sizning nomingizdan bir harakat qilishi mumkin. Mana shu jarayonlar sun'iy intellektni, ya'ni bizni asl haqiqatdan uzib, simulakr dunyoga olib borishini kuzatishimiz mumkin. Endi mavzumizning oxirgi eng muhim qismiga keldik. Ya'ni nima uchun musulmon davlat vakillari sun'iy intellektni faqat texnologik tarafini rivojlantirishga harakat qilmoqda. Lekin uning eng asl nuqtasi bo'lgan, mohiyati bo'lgan joyiga e'tiborsizlik qildirmoqda. Ya'ni uning falsafasi, uning etikasi, uning asosiga. Hop, mana rivojlantirmoqda musulmon davlatlari. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Qozog'iston, Turkiya va hokazolar ko'rishimiz. Lekin ulardagi algoritmlarni qanday ishlatganligi g'arb falsafasidan olib o'rganmoqda. Muammo mana shunda. Bugun mana shuni suhbat qilmoqchiman. Hop, menimcha cho'zilib ketdi. Mana shu qismini ikkinchi qismda suhbat qilsak ham bo'ladi, chunki hozir bu mavzu juda ham katta bo'lgani uchun. Ya'ni bu yerda men islomdagi shariat maqsadlari, maqosid shariat degan masala bor. Islom falsafasi, etikasi bor, fiqhi bor, ya'ni huquqshunosligi bor. Ularda ya'ni o'sha insonni hayotini, aqlini, uni naslini, uni mulkini, uni dinini himoya qilish maqsadlari, ulardagi etikalar, konsepsiyalarni keyingi suhbatimizda xudo xolisa bafurja suhbat qilamiz. Chunki buni tartib bilan aytib bermasa, bu juda ham bir nozik masala hisoblanadi. Shuning uchun keyingi suhbatda batafsil o'tib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buni qaytib yuklab qo'yaman, eshitishlaring mumkin.